2, 3, 4 qilgan akalarim bor-da, ularni bilasizlar-ku, o'zi bir kirdimi, qolganlarni ham kirg'izish xohlaydi. Menga ham 2 qildirishdi, amallab qildirishdi, yuringlar ko'rsataman. Mana shu uy, Xudo xolasa oldi. Shundaysiz, uy, aka, u siz xohlagan narsangiz emas. Короче, eshiting, siz ham 40 kvadratli uy olib, boshlang'ich to'lov 63 million 700 ming to'lab, 60 oyga bo'lib to'lash imkoniyatingiz bor. Eng zo'ri nima bilasizmi? Mana shu men turgan uy 58 kvadrat. Mana shunaqa uydan bitta, 82 kvadratli uydan bitta va Kia K5 avtomobilini mustaqillik bayrami kuni yutib olishingiz mumkin. Uning uchun 40 kvadratli uydan xarid qilasiz. Oka ko'p emas, 5 ming to'lov qilasiz. Qolganini 60 oygacha bo'lib to'laysiz. Menimcha bunaqa taklifni men ko'p uylarni reklama qilyapman, ko'rmayapman. Mabodo kelsangiz qayerdan olishingizni ko'rsataman. Menga qo'shni bo'lasiz-da. Mana. O'shani ko'ryapsiz, mashina 7-etajida bizning joyimiz. Mashinaga yo atrofidan olsangiz qo'shni bo'lamiz. Mabodo mustaqillik bayramida sizga biror bir sovg'ani yuta olmasangiz, sizda yangi yilgacha yana imkoniyat bo'ladi. Li L9 avtomobili 58 kvadratli xonadondan 2 ta, 82 kvadratli xonadondan 2 ta mashinalarni yutib olish imkoniyatingiz bor. Mashina rozigrishdagi xonadonlar hammasi sizga remonti bilan beriladi. Qani savob oxirgacha qilinadi xullas. White box nimaligini bilasizmi? Sotib olgan uylaringiz white box bo'lar ekan-da, men shuni javobini topa olmayapman. Bilsangiz, iltimos kommentariyaga yozib keting. 3 million 400 kalkulyator bitta uring, dollarda qancha chiqadi? Hisobladingizmi? Chiqdimi? Ana o'sha pul 60 oygacha bo'lib to'lanadigan pul. Har oy o'shandan to'liq yurasiz. Arzimagan siz uchun, aka.